Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan bilish falsafasi, ya'ni genesologiya fanini o'rganib chiqamiz. Genesologiya sof falsafiy kategoriya. Uning nomi yunoncha gnosis, bilim, ilm va logos, ta'limot, fan so'zlaridan kelib chiqqan. So'zma-so'z ma'nosi esa bilim haqidagi ta'limot, ong haqidagi ta'limotdir. Falsafiy adabiyotlar, shu jumladan falsafiy qomus va lug'atlarda genesologiya atamasi bilish nazariyasi deb tarjima qilingan. Bilish moddiy olamning inson ongida inoks etish jarayonidir. Genesologiya yoki bilish nazariyasi falsafiy bilimlar, falsafa fani bo'limi bo'lib, unda insonning dunyoni bilish imkoniyati, insonning o'zlikni anglash jarayoni, bilishning bilmaslikdan bilim sari yuksalishidir. Badiiy bilim borliqning tushunib yetish refleksiyasining o'ziga xos shakli bo'lib, u san'at borlig'ining barcha bosqichlarida, asar g'oyasidan boshlab uning odamlar tomonidan qabul qilinishigacha o'ziga xos tarzda ro'yobga chiqadi. Bilishning mifologiya bilan uzviy bog'liqligi qadimgi shakllari diniy va falsafiy bilishdir. Diniy bilim insonning asosiy vazifasi inson hayoti, tabiati va jamiyati borlig'ining mazmunini aniqlashdan iborat. U insoniyat to'plagan tajribaga tayanib, inson hayotining muhim ko'rsatkichlari, chunonchi oila, turmushga, xulq-atvor, axloq, qoidalar, mehnat, tabiat, jamiyat va davlatga munosabatini tartibga soladi. Ongning o'ziga xos shakli sifatida din, e'tiqod, ishonch va bilish mexanizmlarini hayot tajribasiga tayanadi. Dindorlar fikricha, diniy e'tiqod diniy voqea kelishi natijasida tug'ilishi mumkin. Falsafiy bilim, falsafa, san'at va din kabi bilish vazifalarini ochish bilangina kifoyalanmaydir. Uning bosh vazifasi san'at va din bilan uyg'un holda insonning dunyoda ma'naviy mo'ljal olishiga ko'maklashishdan iborat. Etika, estetika, aksiomologiya falsafiy bilimning qadriyatlari dunyosini o'rganuvchi maxsus sohadir. Ilmiy bilim bilishning eng oliy shakli fani hisoblanadi. Ayrim fanlarning vakillari fanni ta'riflar ekanlar, uning muayyan tadqiqotlar sohasi bilan bog'laydir. Ilmiy bilim boshqa bilim turlaridan o'zining aniqligi bilan ajralib turadi. Ilmiy bilim ma'naviy ishlab chiqarishning barcha shakllari kabi pirovarddan inson faoliyatini tartibga solish uchun zarur. Fanning faoliyatini jalb qilinishi mumkin bo'lgan obyektlarni o'rganishi va ularning faoliyat va rivojlanishining obyektiv qonunlariga bo'ysunuvchi obyektlar sifatida tadqiq qilishga qarab mo'ljal olishi ilmiy bilimning biriga eng muhim xususiyatlarni hisoblaydilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.